Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Ko'rayotganinglar Sog'lom hayot programmamizning 22 soni. Men Arshid Nidqod. Bugungi programmamizda hammamizga ma'lum darajada tanish bo'lgan diabet kasali, xususan bolalardagi diabet kasali haqida suhbat o'tkazamiz. Ko'pinchimiz atrofimizda diabet kasaliga giribdor bo'lgan kishilarni ko'rib boqqan yoki anglab boqqan. Odatda diabet kasali deyilgan vaqtda yoshqi cho'ng yoki badan og'irligi bek ishib ketgan kishilar ko'z oldimizga keladi. Ammo bu kasallarning bolalardami ko'p uchraydiganligidan ko'pincha kishilar xabarsiz bo'lsa kerak. Biz bugungi programmamizda dal bu temani cho'rlagan asosda bolalardagi diabet kasalini baldur bayqash, unumli oldin olish, davolash qatorliq nuqtalar bo'yicha suhbat o'tkazamiz. Bugungi programmamizga kasbiy bolalar doktori Ilminur Sidiq xonimni taklif qildik. Assalomu alaykum Ilminur xonim. Va alaykum assalom. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashib berganligingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, programmamiz naq maydon tarqatilyotdi. Bu tema haqida savollaringiz bo'lsa, inkos qismiga yozib qo'yishingizni so'raymiz. Unda bo'lsa Ilminur xonim, savollarga kirib kelsak, mushu diabet kasali degan nima? Mushuni bir tafsiliy tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Diabet kasali degan vaqtimizda jamiyatimizga nisbatan hozirgi davrda notanish bir kasal emas. Mayli cho'nglar bo'lsin, mayli kichiklar bo'lsin, bir anglab boqqan kasal. Bu diabet kasali tarixdan buyon, ya'ni bizningki diniy kitoblarimizda 1400 yildan burun mushu 3 turli kasal tilga ilingan kitoblarda 3 xil kasal va uni tibbiy saqaytqili bo'lmaydigan, ammo kundan kunga ko'p yuz beradigan, hatto qiyomat yaqinlashganda bu kasalning og'ir darajada butun dunyoga tarqalganligi, ko'p ko'rilganligi haqida ma'lumot berilganki, bu 3 kasalning birisi mushu diabet kasali. Diabet kasali aslida burungi kitoblarda o'pqan kasali, ya'ni yeb to'ymaydigan kasal deb atalgan. O 3 kasalning yana birisi bo'lsa o'sma kasali, diabet kasali va birisiga tutqoq kasali. Endi bu kitoblarda berilgan ma'lumotga asosan men bu diabet kasali degan nima deganga javob berishim burun bu tarixidan biroz so'zlashni to'g'ri topdim. Chunki bu taraqqiyotning keltirgan natijasi bo'lganligi uchun bu kasal buni tarixiy jihatdan bir so'zlash to'g'ri topdim. Diabet kasali 1424-yili, ya'ni 25-yil atrofida chet elliklar tomonidan bayqalgan ekan. Fransiyadagi bir olim tomonidan bayqalgan ekan. Bu kasal bayqalgandan keyin buningga shu diabet deb ism qo'ygan ekan. Buningda shu odam badanidagi qon shakarining o'rlab ketganligini bayqagandan keyin shu shakarga asosan qo'yilgan ism ekan. Undan keyin 1600-yilga kelgan chog'da bu shakarni sigandagi shakarning moddasi o'rlab ketganini qarab mellitus deb shakar kasali, ya'ni shakar siyish kasali deb ism qo'ygan ekan buningga. Bu jarayonda tadqiq qilish izchil davom qilib 1910-yilga kelgan chog'da buningda asos sababninki badan qondagi qon shakarining eshib ketishi bo'lgan bilan, lekin mushu qon shakarni badanda joriy qildiradigan, shu qon shakarni badandagi hujayralarga, organlarga yetkazadigan bir moddaning kamligini yoki u modda bo'lsa-mu rolini joriy qildira olmayotganligi, u bo'lsa-mu insulin ekanligidan iborat bu tadqiqotni olib borgan. Endi bu shakar kasali dunyoda, butun dunyoda yiliga 500 milliondan ortiq odam shakar kasali bilan doktorxonaga o'zini ko'rsatdi ekan. Turkiyada bo'lsa yiliga 10 milliondan ortiq inson shakar kasali o'zini ko'rsatdi ekan. Ammo yaqinqi o'tida bolalarda shakar kasali bor desa, kishilar uni qabul qilmaydi, hatto doktorlarmi qabul qilmaydi ekan. Bu yaqinqi yillardan e'tiboran bu kasal ko'payib, bo'libmi cho'nglarda yuz beradigan tip 2, masalan diabet kasali 2 turga bo'lindi, uni birdan turib so'zlaymiz. Cho'nglarda yuz bergan diabet kasalining kichik bolalarda o'xshash yuz berayotganligi odamni qo'rqituvchi darajada og'ir holatga kelgan. Ammo shakar kasali bizning Uyg'urlarningki bolalarning ichida biz atrofimizda pek ko'p anglaydigan kasal emas, lekin bu Turkiyaniki hozirgi shu kasal tadqiqotlari yoki kasallarniki doktorxona ko'rinish jarayonlarida shu bolalardagi shakar kasalining kundan kunga o'rlayotganligi bo'libmi, korona boshlangan mush 2 yil ichida nurg'un o'quvchilarning uyda bo'lib qolishi, harakatsiz bo'lib qolishi, maktablarga bormasligi, ushaq-shushaq yemeklarning ko'payishi, chiniqmasligi, bolalarniki hadis uydan talashmay, qo'ldan telefon tushmay,
degandek bolalarning harakatsiz aşırı derecede artıq yemeklikler bilan g'izalanishi ve tertipsiz, foydasiz yemekni qo'llash bilan bu 2 yil ichida ko'paygan shakar kasalligining miqdori nihoyat ko'pkan. Bolalardan nihoyat yuqori ekan. Amaliyotda korona kasalida o'lganlarning sonini har kuni xabar berib turganlik uchun nurg'a odamlar koronada mancha odam o'libdi deb nihoyat bundan ansirgan bo'ldi. Lekin dunyoda bu Turkiyada yiliga shakar kasalining sababi bilan shakar kasalida keltirib chiqargan agishmi kasalliklarning sababi bilan o'layotgan odamlarning soni koronada o'layotgan odamlarning sonidan 50 ga ortiq ekan. Demak, bu kasallik qanchalik bir og'irligini bildirdi. Endi savol qaytib kelsak, diabet degan nima? Desa biz bunga bir og'iz gap bilan javob bera olmaymiz. Diabet kasali xalq tilida shakar kasali deb atildi. Ya'ni shakar sish kasali deb atildi. Ya'ni birisi o'pqan kasalmi, yeb to'ymaydigan kasal deb atildi. Bu diabet kasali o'z navbatida ikki turga bo'lindi. Buni biz keyingi cho'nglarda va kichiklarda farqlanadigan temalarda so'zlasak bo'ladi. Rahmat, Alloh razı olsun. Abay deb o'tgandek, menmi kichik bolalarda bu diabet kasalligining borligini faqat anglab olmabdi ekanman. Keyin borligini angladim. Mush bolalardagi bo'libmi shu diabet kasalligiga hozirgi zamon taraqqiy qilgan sari har xil yeydigan, har xil ichadigan 5 shakar moddasi yuqori va mayliq moddalar yuqori bo'lgan yemeklik yeydigan, ichadigan narsa jiqlab ketganligi uchun mana yoshlardan paydo bo'ldi, kichiklardan paydo bo'ldi deb o'yladim. Unda bo'lsa shu bolalardagi bilan shu cho'nglardagi diabet kasalligining farqi nima? Bu nihoyat bir yaxshi savol bo'ldi. Çoğunlarda diyabet kesili nurg'un odamlarda bor. Ama bunu biz o'zimiz diqqat qilmaganligimiz uchun yoki bo'lmasa menda bir shakar kesili bormidi degan bir tuyg'uda o'zimiz izlanmaganligimiz uchun sal qaraymiz. Hozir bu shakar kesili to'g'risida gap qilgan chog'da biz cho'qim cho'nglarda yuz bergan shakar kesili bilan kichik bolalarni ayirib gapirishimiz kerak. Odatda cho'nglarda diyabet kesili ikki turli bo'ldi. Cho'ng ikki turli. Birinchisi tip 1, ikincisi tip 2 deb ayrıldı. Birincisi tip 1 diyabet kesili kichik bolalarda ko'p ko'rildi. Bo'libmi 25 yoshgacha. Eng yuqoricha 40 yoshdan töveni. 40 yoshdan yuqorisida tip 1 diyabet kesili ko'rilmaydi. Endi cho'nglarda ko'rilayotgan bo'lib 40 yoshdan yuqori ko'rilganlarning ko'pinchisi hozir 35 yosh, 30 yoshgacha tushdi buningki yoshni cheklamasi. Ikkinchi tip diyabet kesili. Bu kasal bilan hozirgi yaqinqi davrda bolalarda ko'rilayotgan shakar kasalligininki taraqqiy qilish nisbati yana kundan ko'payish nisbati o'xshash bo'lib qelyapti. Unday bo'lsa, bolalarda yuz beradigan shakar kasalligini bayqash uchun biz cho'nglarda yuz beradigan shakar kasalligining alomatlarini so'zlashga to'g'ri keldi. Chunki men bugun bu programmada cho'nglarningki o'zida bo'lgan shakar kasalligining alomatini bilsa, bolalarga diqqat qilib, ha bolamda bunday alomat bo'yibdi. Bizni oilada ya dadasida menda bunday kasal botdi. Bolamda bunday kasal bormidi? Yoki bo'lmasa shakar kasalligining mendagi alomatlari acaba bolam ko'rilyapti degan nuqtalarda ozroq bir ilmning shu shakar kasali haqida bir bilimga ega bo'lsa, buningda oilada turib bu kasalga diagnoz qo'ya oladi. Shakar kasaliga diagnoz qo'yish uchun cho'qim illaki doktorxonaga borganda shakarni o'lchaganda diagnoz qo'yilmaydi. Oiladagi alomatga qarabmi %80% diagnozni qo'yildi bo'ldi. Uning uchun bolalardagi shakar kasali bilan cho'nglardagi shakar kasali farqini so'zlashdan burun men cho'nglardagi shakar kasalining alomatlarini bir qo'l so'zlab o'tay. Cho'nglarda masalan ota-onalarda shakar kasali yuz bergan chog'da asosiy ko'ringan alomatlar 10 turli alomat. Birinchisi ko'p suv ichish, yana ko'p yeyish. Yana andan keyin ko'p suv ichgandan keyin ko'p o'birni chiqadigan shaklda birdan siydigan, birdan suv ichadigan. Ya'ni ishga vaqtda jiq ichib olgan emas, birdan suv ichgisi kelib turadigan. Bunun sebebini keyin bir so'zlaymiz. Nima uchun birdan suv ichgisi keldi, nima uchun birdan siygisi keldi? Buningki keyingi mana bu mexanikalik o'zgarishni so'zlaymiz. Anan ishtas ortadigan. To'rtinchisi, birinchisi ko'p suv ichgan, ko'p siydigan, ikkinchisi ishtas ortadigan ahvollar. Ishtas ortgandan keyin odamda kilosi ortadigan, badan yig'iligi ortadigan. Üçüncüsü hargınlık. Tabak yap durdu, özü şunda küçük yap dursun, şunda bir çarçap durduğun. Ondan ki kesti uxlayamaydıgan. Beşincisi guva körgan, közün körüş kötü, bağansır azlaydıgan. Altıncısı teride qışçış peyda oldugan. Karşı bu terisi kurup durgan, qışçıp durgan. Özümün nimde bu tol terim qışçıp dep doktorxan berip baksa bu terisinde başka bir kisel bayqalmagan, aşında alametler görüldü. Ondan ki ayollarda şu südük yolu yallığı bilen cins yolu yallığı, daspoşu yallığı bağansı eğirlep baradigan. Saqaymaydigan, doğru kısa bir mezgil saqaydigan, onu yani eğirlaydigan. Ondan ki ballarda şu
kichik shu cho'nglarniki buni qilyapmiz hozir. Cho'nglarniki bu shu qishish bilan boshqa badallar bir yor chiqib qolsa tez yaxshi bo'lmaydigan. Qatal qarsa o yar yaxshi bo'lmay, yar eg'izi yaxshi eg'iz elib saqaymaydigan. Onun boshqa cho'nglarda shu putqul uyushib qoldi. Aytgan qopsam putqul uyushib qolibdi. Bu yurakda masala bormidi yo qanday bo'lganda deb o'zida boshqa bir kasallik o'ylashadigan. Onun boshqa shu yosh cho'ng'ansida yuzi dog' chiqib ketadigan. Masalan, erlarning bo'lsin, ayollarning bo'lsin yuzida o'zi o'ylab baxman şekilde bir dağlar paydo bo'lib qolgan. Mana bularning hammasi cho'nglarda yuz berayotgan shakar kasalligining alomatlari. Endi biz bunun qarab, hozir kichik bolalarda ko'p yuzilgan shakar kasalligini tip 1 dedik. Hem tip 1'ning alomatini so'zlashdan burun men tip 2'nikini so'zlayman. Chunki cho'nglarda yuz beradigan tip 2 diabet kasali bilan kichik bolalarda hozir ko'p yuz berayotgan tip 2 diabet kasali ko'payganligi uchun kichik bolalarning alomatlari cho'ng bolalarning alomati o'xshash. Endi bular bir ota-ona bo'g'ichi o'ziga mush alomatlar ko'rilsa, kesi sol o'rniga chiqadigan, ko'p suv ichadigan, harg'inlik, mesela kilosini ortib ketishi, tamoq yebdi to'ymagandek his qiladigan, badallarda yolliqning ko'paygani, terilarning qishishi degandek mush alomatlar ko'paygan chaqda, menda shakar kasalligining alomati bor ekan. De, agar bolalarda mush alomatlar bo'lib qolsa, bolalarda bu shakar kasalliği alomatini bolalar bayqagandan keyin bu doktorga bir tekshirib, texnik ilgiligan holda diagnoz qo'yish kerak. Onun boshqa bu shakar kasalliği bo'lgan odamda ko'p unutqoqlik. Yili qo'ygan narsa yili topolmaydi, yili qo'ygan narsa yili topolmaydigan. Chunki shakar kasalligining asosiy sababi qon tomirlaridagi shakar maddasi ishib ketish sababli qonning shilimishga ishib ketgandan keyin bu qon tomirlaridagi qonning ravon oqmasligi sababli nervlarning ozilishi va nervlarning yollig'i sababli unutqoq kelib chiqadigan alomatlar bo'ldi. Bunun uchun hozir tip 2 diabet kasalining alomatini so'zladim. Endi siz deyishingiz mumkin, bolalarga farqi nima desa, endi cho'nglar bilan o'xshayotgan tip 2 kasallikning farqini hozir so'zlab berdim. Tip 1'ninki o'xshamaydi. Masalan, tip 1 diabet kasali kichik bolalarda ko'p ko'rildi. Bu qanday kasal degan chaqda, bu diabet kasali. Ammo bu bolalarda qanday tug'ilishda bo'lib qolgan, ersiyat bo'lib qolgan, yoki bo'lmasa bolalarning kichik vaqtda ona suti emmaganlik sababidan, yoki bo'lmasa kichik vaqtda ko'p kasal bo'lib immunitetning tuvanligi sababidan oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarmasligi, azalda oshqozon osti bezining insulinni ishlab chiqarmaganligi sababidan kelib chiqadigan bir diabet kasali. Bu kasalning asosiy alomati bolalarda ko'p suv ichadigan, ko'p siydigan, undan boshqa kuniga kilo soni 2 kilodan 2 kilodan ozlabmaydigan, qo'rqinch darajada kilo veradigan bir alomat. Bu alomat odatda bobaq bolalarda yuz berdi. Cho'ngroq bolalarda yuz berdi, ham erganlik yetgan bolalarda yuz berdi. Hem bunun işi odatda 25 yaşgacha. Onun 40 yaşdan tövende köpüncesi bu kasal yüz berdi. 40 yaşdan yuqorisida bayaqı biz degan diabetniki tip 2 kasal yüz berdi. Endi hozir biz bolalarda tip 1 diabet kasal yüz berdi dedik. Bu kasal bobaq bolalar bo'lsa biz aytamiz. Masalan, o bola ko'p suv ichma demaydi. Ko'p suyganini bilmaymiz, chunki uning pampursi, taqappus, etgan taqappus kechda oladi. Ya o bolada o'z alomatlarini deb beradigan bir nemisi yo'q, so'z yemaydi. Bobaq bolalarda odatda ko'p yig'laydi unda bola. To'xtamay yig'laydi. Onun boshqa qachon qarsa og'zi, mush terlar qurib turgan bolaning. Onun boshqa bola qarshi shunda jonsiz, yaxshi imamayotgan bola. Kech uyqusi faqat yaxshi bo'lmayotgan bolaning mana bo'yinlarga issiqlik chiqib qolibdi deb yori chiqib qolgancha saqaymaydi u yana. Surkusmi saqaymaydi, yolliq qaytargan surkusmi. Shunda vaqtida bolani cho'qim bu bolamda bir o'zgarish bormi deb cho'qim qonni bir tekshirib berish kerak. Endi maktab yoshidagi bolalarda odatda ko'p qarsa yurak suv ichadigan, to'xtamay birdan suv ichadigan, birdan o'rniqlardan kesdi to'liq o'rniq chiqadigan, o'rniq chiqmasa o'rniq sip qo'yadigan. Undan boshqa bolada qarsa kuniga eg'irligi qarsa bolasi kundan kuniga o'rqlab ketib qolgan. Bu qo'rqinch darajada. Ba'zi qizlar asta kuniga o'rqilsa atansa voy qiz bola degan o'rqliga yaxshi deb, bu qizlar men o'rqligimdan xo'sh bo'ldim deb sal qarab qolgan. Hatto oxirgi kelgan chaqda maktablarda aynib yiqilib qoldigan o'shsizlik alomatlar bo'ldi. Mana bu tip 2 diabet kasali. Endi tip 1 diabet kasali, tip 2 diabet kasalining ayrışning usuli nihoyat oddiy. Bildigan otalar uchun o'zi ko'rayotgan alomatlarga o'xshash bolasi shu kasallik alomat ko'rgan bo'lsa, bu tip 2 diabet kasali. Agar o'zida u kasal bo'lmasdan, yoki o'zida u kasal bo'lsa-mu, bolasining alomati o'ziga o'xshamagan holatda bo'lib qolsa, lekin bolangizda cho'qim ko'p suv ichadigan, ko'p siydigan, ko'p bolaniki eg'irligi tez tushib ketgan ahvol bo'lib qolsa, bu tip 2 diabet kasalining alomati. Buningda biz yana %100 buni aniq diagnoz qo'yish uchun eng avval doktorxonaga berib qon tekshirishga to'g'ri keldi. Bu orqali biz buningga diagnoz qo'ya olamiz. Allah razı olsun. Endi hozir siz so'ragan savolingiz cho'nglarda va kichik bolaning nima farqi bor degan chaqda, cho'nglarda tip 2 diabet kasali yuz berdi.
kichik balada tip 1 yuz berdi. Lekin yaqinqi davrda cho'nglarga o'xshash tip 2 diabet kasalligi kichik balalarda keng ko'lamda ko'rilyotdi. Yig'inchoqlasak bu nuqta. Rahmat, Allah razı olsun. Abi mesela deb o'tdingiz şu bolalardagi şu diyabet kesilini qanday bayqaldi, kichiklardan da cho'nggacha deb o'tdingiz. Onun başka alametleri bormi, qanday bila olamiz bolalardagi diyabet kesilini? Asas diyabet kesiliniga balalarning aşırı derece bazı balalar tatlı nesni köp yeydigan, kechilarimi qopab şokolad yeymeydigan, bedeni şu tatlıni isteydigan balalarniki. Ondan keyin balada aşırı derecede mesela pizza deymiz, ya hamburger deymiz, aştan narsalarni ko'z turamaydigan, jimjigidigan. Aniki ushaqchak yemekliklar, bala suvni ko'p ichadigan, ko'p taraf qiladigan. Bu alomatlar shu, uningda ortiq alayda alomat bo'lmaydi. Faqat balada ko'p yeyish, ko'p siyish, undan keyin balaning eg'irligining natijasiga tushib ketishi bu bala. Diyabet kesilini tip 1. Diyabet kesili bo'lgan ikki xil bo'ldi. Birlari var. Qarsangiz shunda semiz odamnimi diyabet kesili deydi. Bir qarsangiz shu bekdek odamnimi diyabet kesili deydi. Demek bu diyabet kesili ikki xil bo'ladi. Birisi semizlikdan turmush odatini qalayimqan bo'lishi, yemeklikniki qalayimqan bo'lishi, foydasiz yemeklarni ko'p yeyish, uyqusining ko'p bo'lishi, harakatning oz bo'lishi kelib chiqqan diyabet kesili boshqa. U semiz shunda taqdirqina yo'g'inab ata kelam so'p ketadi. Ammo tip 1 ga o'xshash diyabet kesili bo'lsa, shakar, insulin urdigan kasallar bo'lsa, og'ir kelgancha yeb turdi, ichib turdi, ammo badan chiqmaydi, o suydik orqali chiqib turdi. Bu tip 1dagi diyabet kesiliniga alomatlari. Endi diyabet keseli bilan ba'zi qo'shimcha kasallar bilan keladi. Masalan, rak kasali deymiz, qon besimi deymiz, har xil kasallar qo'shimcha keladi. Uning qartami har bir odamning diyabet kasalligiga alamaydi. Har bir odamga o'xshashmaydi. Har bir odam diyabet kasalligiga qon shakarining o'lchami o'xshash bo'lmaganda, u nimami alamat o'xshash olmaydi. Andan keyin biz normalda odatda qon shakari normal ochliq holatda 100 mg dan tuvan bo'lishi kerak. Qonni o'lchagan vaqtimizda, masalan, hozir sharoitda qulaylik shakar o'lchaydigan asboblar bozorda va akab qo'ysak bo'ldiga odat osh qilsak kech uxlab qolib uxlagan yetsa tamoq yeb ketsa 8 soat o'tgandan keyin yo 10 soat o'tgandan o'lsak qon shakarimiz 100 mg dan tuvan bo'lsa normal ochliq holatda. Agar tamoq yeb 2 soatdan keyin bo'lsa 140 mg dan tuvan bo'lsa normal. Agar homilalar ochliq holatda qo'shingiz ichib qolib o'lchagan chog'da 95 mg dan tuvan bo'lsa bu normal. Ammo bularning hammasi ichib ketdimi benormal degan gap. Buning qartami yana diyabet kesiliga diagnoz qo'yilib bo'ldi. Rahmet, Allah razı olsun. Unda basın şu diyabet kesilinin aldın eliş için ne bilen kılış gerek? Aldın algılı bulamdı o. Müş kesinlikle. Mesela balık biraz önce biraz avval da öttünüz. Müş balık kesilliklerin nurgu alametleri varken müş kesilliklerin köymey turup mu aldın alsak bulamdı mesela? Ya ki illa ki köyge vaktimizde aldın alamdı. Endi hozirgi vaqtda shu programmani anglagan ota-onalar bolalarda bunday alomatlarning borlig'ini ya his qilishi mumkin. Alomatning ma'lum bir qismi bolamda bor deb his qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa bolasi badani ziyod semiz bo'lsa, endi men bolamga diqqat qilsam bo'g'dak deb bu nuqtada oldini olishi mumkin. Endi oldini olamiz degan gap bolaning masalan 2 diyabet kesili bo'lib qolsa bolalarda cho'qim uniniki eg'irligini bek ishib ketishi, badani ziyod tamoq yeyishni oldini olishimiz, chiniqishiga ahamiyat berishimiz, u bolaninki sog'lom yemak yeyaptimi, yemayapti, uni diqqat qilishimiz, uninki bolaniki shakarniki vaqt-vaqtida o'lchishga diqqat qilib, kasallikning bor yoki yo'qligini diagnoz qo'yib qo'ygandan keyin agar bo'lsa, buni davolash qarab o'tamiz. Agar bo'lmay qolib qolsa, mushu kasal bo'lib qolmasa, buni oldini olishimiz kerak. Oldini olish uchun tip 2 diyabet kesili uchun birinchisi yemekni kontrol qilish. Ushaqchak yemekni kontrol qilish, ichimlik, g'ayri ichimliklarni kontrol qilish. Ikkinchisi cho'qim u bolaga chiniqishga sport qilishga ahamiyat berish. Uchinchisi bolaninki shu adini ziyoda tatliq yemeklarni kontrol qilish jarayonida bolaga bir cheklama qo'yish. Undan boshqa bolaninki shu uyqusiga hadini ziyoda stress kirishiga yoki bo'lmasa adini ziyoda bir besim qolib qolgan bo'lsa, shu bolada bo'layotgan besimlarga oldini olish orqali bolada stress xarakterli diyabet kesili bo'lgan ahvollar va bularni shu ko'p tarafda olish to'g'ri keladi. Agar tip 1 diyabet kesili bo'lib qolsa, u bolada tug'ilishdan insulin ishlab chiqarmaganligi uchun uni oldini ololmaydi. U bayqalgandan keyin faqat bolalarning kasaliga asosan bayqalgandan keyin doktorxonaga berib uni bir umr davolaydigan gap. Endi bu diyabet kesili degan yig'inchoqlab bayam gaplarni kelsak, nayt ost xarakterlik, davolash uzun vaqt ketadigan, johillashadigan, yaxshi davolansa kontrol qilinadigan, agar yaxshi davolanmay qolsak, egashim kasallikni paydo qilib, kasallikni texnik og'irlashtiradigan bir xil uzun surilgan bir kasallik.
Şuna bu diyabet kesildiğini anlayan atalar mesela öz diyabet kesili bolsunmu, ruhiy jihatdan, psixik jihatdan ma'lum bir besim uçraydı. Eğer ballar aşta bo'lib qolsa, voy endi bu balam diyabet kesili bo'lib qapti. Bir ömür mush doğru ömür mushta bulamı deb psixik jihatdan atalar nimaga besim uçraydı. Ameliyatda bu kasallarni biz oldin elishdan burun buni davolash to'g'risida gap qilishimiz kerak. Davolab saqat qilib bo'ladi. Endi atalarning qiziqadigan nuqtasi bu. Endi diyabet kesili, ya'ni semizlikdan kelib chiqqan aşırı yemeklikten yakımız ozuqni xatan ozuqlanishi bolalarniki chiniqmaslik sababi kelib chiqsa, bularni shu atrofida shuni ta'sir ko'rsatgan bütün shu aks ta'sirlarni, yomon ta'sirlarni hammani qoldirgan chaqda yoki shuni qoldirishga yordam berib, asosda shuni moslashgan chaqda tip 2 diyabet kesilini kontrol qilib bo'ldi. Hatto uni insulin urmaymi, kilo olgan chaqda, masalan, bir diyabet kesili 35 yoshli bir ayol diyabet kesili bo'lgan. Bu ayol o'zini boshqagan kundan e'tiboran şu torlarını araştırıp, kitaplarını görüş, özü fakat kilo verişe dikkat qilgan. Aslında bu 35 yaşlı ayol 100 kiloga chiqishga yaqin qolgan ayolga shu chaqda bayqagan. Shu kilo bir irada kelib, shu kiloni berib, to'g'ri oziqlan yeb, o'zi chiniq qilib, oxiri kelgan chaqda bu ayol 65 kiloga tushgan, shakar kesilining hech qanday dorisini ishlatmagan. Demak, nima degan chaqda tip 2 diyabet kesili agar shu semizlikdan aslında yaxshi oziqlanmaslik yoki normal yaxshi tartibli oziqlanmaslik sababidan kelib chiqqan yakımız çerxamaslık sebebini ibada işip ketip çıkan bolsa bunu kontrol qilib saqat qilib bo'ldi. Lekin tip 1 diyabet kesili bo'lib qolsa, bu bedendeki insulin ishlab chiqarmaganligi uchun bu insulin nereden ishlab chiqarildi deganda oshqozon osti bezi ishlab chiqardi. Oshqozon osti bezi ishlab chiqarmaganlikdan bedendeki shakarni parçalayamaydi. Endi hozir otalarga bu shakar kesili qanday narsa, qanday paydo bo'lib qoldi? Qanday bo'lib bu shakar kesili bo'lib odam badanida bunda qon shakarini bunda o'lchab chiqadi degan bir narsa qisqacha bir tushuntirish berishni to'g'ri topdim. Bu metabolizma nimasi deymiz, çalışması, metabolizma ishlab chiqarishi deymiz. Masalan, bu shakar kesili qanday paydo bo'ldi degan bir tushuntirish qirshay. Insulin degan nima, shakar degan nima, shakar kesili qanday paydo bo'ldi degan narsa atalarda ozroq bir bilim bo'lishi kerak. Masalan, biz yemek yedik, shundaymi? Yemek yegandan u yemek oshqozon kirdi. Oshqozonda parchalandi. Parçalanıp bulup, o qanday qildi? O'shki barmoq kuchay orqali kuchayga boradi. Bizning badanimizdagi inchi kuchay degan, ya'ni kichik kuchay, buni sumirib kichik ushoq moddalar olib keldi. Bu kuchay orqali qanday qildi? Badanga sumirildi. Badanga sumirilgandan keyin badanga yegan moddalar, ya'ni yegan moddalarning ichida shakarmi bor, yog'mi bor, nima bor, oqsilmi bor. Bular badanga sumirilgandan keyin inchi kuchay orqali qonga chiqadi. Qonga sumirildi. Qondagi shakar qanday qildi? Endi badanga hujayra kirish kerak. Hujayra kirgandan keyin to'qilma kirish kerak. To'qilmadan keyin a'zolarga berish kerak. Endi bu shakar o'sha hujayra kirgan chaqda agar badaningizda tip 1 diyabet kesili o'xshash insulin bo'lmay qolib qolsa, u hujayraning ichiga kirmaydi. Insulinning roli nima? Hujayraning ichiga shakarning kirishini ilgari suradigan modda. U modda nerede ishlab chiqarildi? Oshqozon ostidan ishlab chiqarildi. Tip 1 deganimiz shu insulinni ishlab chiqarolmaydi. Chiqarmagandan keyin bu shakar qanday qildi? Kiramaydi. Kiramagandan keyin hujayra qanday qildi? Mag'dursiz, ojiz holat qiladi. Bu hujayraning ichida shakar bo'lmasa, energiya bo'lmasa, badandagi a'zolar, organlarda shakar bo'lmaydi. Lekin shakar nerede bo'ladi? Qonda saqlanadi. Lekin badanlarga borgandan keyin yana org'illik, erib qilish, charchash kelib chiqadi. Endi shakar bormi bor? Yuqormi yuqori. Bu insulinning maqsadi shu shakarni hujayraning ichiga kirdi. Endi bolalardagi tip 1 diyabet kesilida dal bu insulinni o'zi ishlab chiqaramaydi. Buning uchun buning davolashida cho'qim shuni bayqan kundan e'tiboran qisqa muddatli insulin va uzun muddatli insulin deb bolalar urishga boshlaydi. Endi maktab bolalari bo'lib qolsa, yoshli bolalarni doktorxonaga olib borib, bir hafta yoki 10 kun yotqizdi. Bu jarayonda insulinni qanday urishni, odatda insulinni tip 1 diyabet kesili bo'lib qolsa, kuniga 4 vaqt urdi. 8 qatimdan 10 qatimgacha bolaning qon shakarini oilada o'lchash kerak. Endi bu bolalar qanday vaqt o'zi qila oladi bu ishni? Kichik bolalar qila olmaydi. Buning uchun ota-onasi shu 10 kun jarayonida doktorxonaga o'gindi. Agar cho'roq bolalar 8-10 yosh bola bo'lsa, 8 qatim soat qarab qon o'lchaydi, 4 qatim insulin urdi, yemegiga diqqat qilib, qaysi soatda nimani yeydi, qaysi soatda nimani ichadi, hammasi tartib kirdi. Bu tip 1 diyabet kesilininki davolashi ota-onalarga nisbatan bir besim ekildi. Bolalarga nisbatan bir besim ekildi. Hatta bolalarningki o'qish natijasiga o'sdi. Chunki bu maktabdami shu qon shakarini o'lchash to'g'ri keladi. Shu maktabdami yemakka diqqat qilsa, hatto insulinni ko'tarib yurib, uni ishlatish to'g'ri keladi. Endi hozirgi davrda insulin pompasi chiqirliq, uni taqab qo'ysa, o'zi
avtomatikalarda odam badanida shakar o'zgarish bo'lgancha ishlaydi, lekin u hozir keng ko'lamli ommalashgan narsa emas. Endi hozir men yana gapni qaytarib kelsam, ikkinchi diabet kasalida bu insulin badan ishlab chiqardi, oshqozon ostidasi ishlab chiqardi. Ammo bu insulin hücrenin içine kırdıgan çağda hücreni açamaydı. Demek insülin açmış desek o hücreni açamaydı. Ameliyat insülin yok mu bedende? Var. Lakin hücreni açamaydı. Nimiş açamaydı? Çünkü hücrenin etrafı bütünlüğü yağsıman hücreyle aynı ketkenlik için bedenin kilin ağırlığının işi, yağının köpüyüşü, aksının köpüyüşü, bedeninki adedin ziyade yağ kaplap ketkenlikten hücre etrafı yağsıman hücreyle aylanlık için açmış anışı kremiydi. Şununla bedeni insülin var, lekin şeker yanılı yukarı. Yanılı bedende hargınlık, adamda düşkünlük, halsizlik payda bulundu. Bu yerdə rol nima? İkinci tipki diyabet kesilinde bu insülini qanday davolaymiz degan chaqda, ikinci tipkisi asas kilo versek, beden yağını azaltsak, şeker mi düşüdü? İnsülin mi? Yağsıman hücre yağdan azlığandan özünün rolunu cari qıldırı alaydı. İkinci tipki diyabet kesilib olqası balaga aldırab insülin işletmeydi. Balalarning yemekten kontrol qilish, chiniqish ve balalarniki düzenli bir turmuş hayatıga diqqat qilish bilan o'ngishib ketadi. Lekin tip 1 diyabet kesilib qolsa, cho'qim balalarni doktorga borib yotqizish, doktorninki talebi bo'yicha tekshirish, doktorninki risk bo'yicha uni davolashga ahamiyat berish, ham ota-onalar 7-8 kun yinib turib shuni o'rganib chiqqanki balaga bir umr shuni uyg'unlash kerak. Endi bizdagi eng chong xatolik bu yerda davolash to'g'risida gap qoldi. Atrofimizda shunda diyabet kesilib bo'lgan bolasi bor. Endi ko'pinchamiz qanday qilamiz deganda ochiqlayapla, o'qilda universitetda ishlatib bir kunda 4 qitim uradigan bo'lgandan keyin, 8 qitim qon o'lchaydigan bo'lgandan keyin, uni biz tirishchilik ko'rsatmay, uni izchilligini saqlay olmay, "Voy falonchi tibib uni deb ekan, falonchi doktor man deb ekan, falonchi unda qilmisini saqlab qolibdi ekan" deb bolaning insuliniga sal qaraymiz, uni izchil davom. Shuni bilan bola bir kun pokkidish qildi. Shu sababli odam badanida shakar bor, ammo o shakar hujayraga kelsa badan, ya'ni ishlaydigan bir narsa aylandi. Shuning bilan bu bolaninki qaytadan bir qitim zaxmlanishni yig'lashtirdi, ikkinchi qitim insulin urish miqdori ortdi, bola bo'lgan besim, oila bo'lgan besim texim oshdi. Bu yerda men bizning bu programmamiz ota-onalarga doktorlikdan dars berish emas, azaldan deb kelgan program shu. Azroq bir yeb kuchi berish, azroq bir foydali bir manfaatga erishtirish. Endi bugun programmani siz ko'rdingiz, nimaga erishdingiz? Ha, menda menda shakar alomatlari bor ekan yo yo'q ekan. Balamda manda alamet var ki ya yok ki. Ya ki benim yakın yoruklarımda ballarda manda alamet ne iskanda kanıtım. Ya ki falanca atışımda manda kesel alamet ne iskanda iskantım da bu programın paylarına yanınızda özünüz paylanıp verin. Yakımıza başkalarına sunup koyun. Maksadımız bu. Bir yer program kılışta hazır meselende bu davalaş doğrusu gap kıldı. Ben bu davalaş doğrusu da balları şeker kesti ama davalaşa ekmek beğenmeyen balların davalaşın izcil ahvalına atalarını hem bilmem. Bir yer benim tavsiyem o davalaşını siz falanchi doktorning pistanchini og'ziga qarab emas, bir doktorxonaga olib borib, bolangizga kasallik alamati, bolangizniki tekshirish natijasi ham bolangizniki davolashiga doktorning bergan fikri bilan bir o'rtaq qaror kelasiz. U qaroringizni uyga chiqib, bolangiz bir kun yaxshi bo'lib qolsa, "Voy, davrdi" deb o'zingiz bilganini qilsangiz, bolaga nisbatan bu cho'ng bir ziyonli qilgan bo'lsiz. Ananki tip 1 diabet kesib butunlay saqlayamdi deydigan savol bek ko'p. Chunki buning bir umr insulin urdigan ish bo'lganki, buni butunlay saqlaymaydi deyli desek, bizniki o'zimizning diniy nuqtadan ham to'g'ri kelmaydi. Ammo bizniki 1900 yil burun deyilgan gap bo'yicha mushta bir kasal bor, tüp yildizni saqlaydi degan kasal bo'lsa, mush o'pqan kasalning bir turi bo'lsa, buni tüp yildizni bir kundala ya 1 yilda ya 15 yilda hal qilib bo'lmaydi. Ammo buning oldini olib, kasal bo'lib qolganki diqqat qilib, insulinning miqdorini ozlatqili ham tanishigili bo'ladi. Endi men hozir siz qancha tushundingiz bilmayman. Diyabet kesili desa, cho'qim bizga hamma diyabet kesili o'xshash emas. Diyabet kesili desa, ikki xil diyabet kesili bor. Birisi diyabet tip 1, tip 2. Birinchisi tip 1 deganiz kichik bolalarda eng ko'p ko'riladigan, cho'qim insulin urmuş bo'lmaydigan, tug'ilishda yoki kichik vaqtida insulin ishlab chiqarmaydigan, yoshlarda kichik bolalarda ko'p ko'riladigan bu kasal tip 1 diyabet kesili. Tip 2 diyabet kesili yoshning cho'yishiga ergishib, ig'irlikning ortishi, tamoqdagi qalaymiqal tamoq yeyish, masalan, kesiyatga qo'ygan chaqdan bir taqsillar men ko'p yeydigan ishlar bizda bor. Onun uxligini qo'ygan chaqdan tuttirmaydigan ishlar bizda bor. Masalan, tushlik tamoqni yeb chiqib, tushdan keyin mehmon chaqasida ulgudek yeydigan ishlar bizda bor. Mushundaq tartibsiz tamoq yeyishdan kelib chiqqan bu kasallik oxirgi chaqda bizni ko'pinchimizni tip 2 diyabet kasaliga olib bordi. Bu tip 2 diyabet kasalining eng asosiy usuli diyet qilish, chiniqish
ve şekerini düşürdiğen vaqtliq dorilarni ishlatish, yağlarni eritadigan vaqtliq dorilarni ishlatish. Faqat bo'lmagan chaqda qon shekeri odatda ochliq holatda 126 dan ishib ketgan, to'q holatda 200 dan ishib ketgan holat vaqtlarda insulinni urishga to'g'ri keladi. Bu ikkinchisida insulin uradi. Lekin ko'pincha davolash odamning o'ziga bog'liq, chiniqishga, tamoqni kontrol qilishga, eg'irlik berishga bog'liq bir kasallik. Rahmet Allah razı olsun. Abayım deb o'tdingiz, masalan, iliqi semirib ketgan bir inson o'rg'ilgandan keyin o'zining diabet kasali iliqi yo'qolib ketgan ahvollar bor dedingiz. Undan keyin har xil dorilarni ishlatib oldini olib dedingiz. Buni tamoman iliqi davolab qo'l o'zgu bo'ladi masalan bu kasaldan. Bir qitim o'ngishilib bo'lgandan keyin masalan undan keyin yana bu kasallik o'tirg'a chiqish ehtimolligi bormi sizcha? Ben hazır yani tekrarlayış doğru bayan bırakır dedim. Tip 1 diyabet kesili küçük bala düzdürdü. Bununla şu devamlı insülin uruş doğru geldi. Vakitli hem uzun müddet. İnsülinin miktarını balının ki ehvalı kartta doktor tavsiyeydi. Hem bunun da atanı boğucu bulup anı boğucu üzül küçük doğru geldi. Bunu üzül kesil sakaytiş tip 1 diyabet kesili nispeten tez. Bunu sakaytiş için kandak batırsa küçeriş arkalık aş bedendeki aşkızın astı bizni insülin işlep çıkan halet ekiliş bu tüpten yıldızını sakaydı deydi. Lekin bununla bu ken umlaşkan davalaş türemez. Hem buna ait kısat ketadigan narsa. İkinci tip 2 deganimiz bazı köpünsü eğrilikini kontrol qilish bilan, qo'shimcha kasalliklarni oldini olish bilan, chiniqish bilan buni kontrol qilindi. Tamamen buni ham saqayt qilib bo'ldi. Endi qandaq saqayt qilib bo'ldi degan chaqda shu o'zining badan normal eğriligini ishib ketgan chaqda özde şu aşında hazır mesuliyet alametler bacakda şeker kesin alameti ben de barken de doktorga bir teşrif yapıp ya kımsa özü aşında bir esvapını teşrif şu alamet boğan günden başlap rada kelişmek moyun bu keselde rada kelişmek moyun ha to'xta mende ma kasallik bayqalibdi bu kasallikni men mana hozirdan boshlab chiniqishga yemek kontrol qilish ekmek berishim kerak ekan deb turib kontrol qilsa insulin ishlaydigan daraja tushib qolmaydi agar uni kontrol qilmagan chog'da insulin ishlaydigan ahvol kelib qoldi endi bu diabet kasalligining xatri Geçen kesil to'g'risida gap qistamapti men bu bek muhim. Diabet kesili bo'lgan kishilarning odatda dastlabda bilinmaydi. Bara bu uşaq qilgan tomirdan hamma to'sibmagandan keyin qon besim, yurak kesili, böbrek ojizlash, böbrek zaifligi, masalan butunlay sevmaydigan holat keladigan teri kasalliklari, onaliki ko'z ko'rmaydigan osh kasalliklarning hammasi yuz beradi. Nima ish qilsa butun baza qon tomirdan bütün bedendeki a'zolar qon tomirdan tashkil topgan. Qon tomirlarning uşaq qilgan tomirlarning hammasi bu shilimshiq shekar holat bo'lgan chaqda qon aynish ravon bo'lmagan holatdan kelib chiqadigan bütün kasalliklar hammasi kelib chiqadi. Buning uchun mesela ko'pincha odamning yurak sanchig'i bo'lib yurak tutilib qolsa, "Voyjon, menda yurak kesili baxshaydi. Voy, men yuragimga nimsa juja salgan yoki yuragimda nimsa salgan. Shuning uchun osh qo'zg'al" deb amaliyot u emas. U ko'rganlik kasalni yurak aldirib tutib qolmaydi. Mushu shekarning o'rilishi ochliq vaqtdagi shekarniki normal bo'lmasligi to'qiliq holatda shiridatchi ishib ketish sababli badandagi qondagi shekarni ishib ketishi bilan tomirning to'silishi kelib chiqadi. Bu tomir to'silgandan keyin u yerda mengayotgan qon va oksigen to'salg'i uchraydi. Shuning bilan bu alomatlar ko'rinadi. Bu xatri bek muhim. Bu xatrni bilish bek muhim. Chunki shekar kesili bo'lganlarning ko'pincha eng oxirida dializga tushib qoldi. Böbrek ozitishi, qon tozalash holatga tushib qoldi. Bu Turkiyada bek ko'pkan bu. Hozir shu mesela 100 odam ichida 40 odam, 50 odam qon tozalaydigan. O şeker kesilimi asasında börek kesili ko'rilgan zaman qon tozalatish qon tozaltib kontrol qildi. Qon tozalatish to'g'ri kasallikni oldini oldi saqlaydi, ammo u bir azobli bir davolash jarayoni. Buning uchun men ko'pchilikka bu darsni so'zlash bilan birga bugun siz shekar kesili to'g'risida qisqacha ma'lumot ega bo'lgan bo'lsangiz, cho'qim siz menda bormi yo'q. Birsiga siz bek semirib ketib qolgan bo'lsangiz, o'zingiz kilosi ishib ketib qolgan bo'lsa, cho'qim shekar kesili bormi yo'q, uni aniqlang. Agar birsiga siz bek o'rlab ketib qolgan bo'lsangiz, unimi bormi yo'q, uni aniqlang. Çünkü kasalning turi sababi tekshirish jarayonida taxmin qilindi ham o'zingizning nimasiga bir mas'ul bo'lgan sharoitda tekshirib etgan bo'lsangiz. Men semirib ketdim deb qilsam bo'ldi. Amanchi kilo o'rqlab ketganman, yana semirib qoldim, yana o'rqlayman deb sal qarsak, bu kasal oxiri bizni hechim kasallar bilan vayron qiladi, hatto bizning kunlik turmush hayotimizga, ibodatimizga, bizningki bundan keyingi sog'lom yashashimizga ta'sir ko'rsatadi. Rahmat, Allah razı olsun. Bugün hakikaten mushu kasal to'g'risida tamamen bilimga ega bo'ldik deb o'ylayman. Bundan bo'lsa diabet kasalidan munosabatli boshqa gapingiz bo'lmasa programmani oyoqlashtirsak.
Diyabet kesiliga nisbatan boshqa qo'shimcha deydigan gapim yo'q. Asosiy mushu hozirgi bolalar, uşaq bolalar yeyotgan yemekliklarning ko'pincha sog'lom bo'lmaganligi aniq. Bizmi buningda bolalarimizdan bek cheklab qilyapmiz %100. Hamda yana bir nuqta, bolalar shakar kasali bo'lib qolgan. Ya diyabet bolalarni hadis uni nima, bu tatliq nima, u shakar nima deb bolalarga bunday stress so'qadigan yoki bolalarga haddan ziyod bism qilgan ish qilmaslik kerak. O yegan yemeklikniki glukoz, ya'ni energiya ishlab kilokaloriya miqdoriga diqqat qilish kerak. Masalan, bir ta simit yeyapmi, shakar o'rlab ketishi mumkin. Bir ta olmani yeyapmi, shakar o'rlab ketishi mumkin. Yoki bir ta odatda tatliq bo'lmagan shokoladni yeb, shakar o'rlamasligi mumkin. Shunga shakar turki hamma narsa yemaysa deb unda bism qilish bolalarga nisbatan cho'ng bir zulm qiliq. Buning uchun shakar maddasiga esilmasdan yemeklikning orqasidagi glukoza ya kilokaloriya miqdoriga diqqat qilishni ota-onalarga bir tavsiya qilaman. Chunki shakarsiz hayot bo'lmaydi. Shakardan haddan ziyod cheklaganda bolalarimizning psixikasi masalasi chiqadi. Buning uchun bu jihatdan diqqat qilishni umid qilaman. Rahmat, Allah razı olsun. Bugün hakikaten ayda faydalı bir mezmunda söhbət edib bardik. Ondan sonra bugünkü programımızı bir şeyle ayarlaştırsak, sizge köpten köp rahmet eytimen. Ekrandaki körünməlilərimiz ama şu kesel toğrusunda şu bilimge ilgi bolğan bolsa, bunun için özümüzge ve balalarımızga ve qışımızda qaraydigan çoğunlarımız olsa, hemmisiga diqqat qilishini umid qilaman, talab qilaman. Bu kasallik o'ng'isholmaydi deb doktorimiz deb o'tdi. Shuni o'ng'isholmaydigan bir kasalni nihoyatda kichik vaqtdan tortib oldin olish kerakligini bugun yana bir qitim bilib oldik. Unda bo'lsa bugungi programmamiz mushachi bo'ladi. Ekran oldida